Assalomu alaykum azizlarim. Mana bugun biz qolgan nonlardan, mana shu nonlardan suxari tayyorlaymiz, xushtashka tayyorlaymiz. Isirib bo'lmaydi nonlarimiz. Bolalaringiz yoqtirib yeydi. Bu juda ham tayyorlab ko'rsangiz hammaga yoqadi. Ko'chanikidan ko'ra foydali, ximikat yo'q. Sirgarchilikni oldini oladi. Bu ancha yaxshi narsa. Suyuq ovqatlar bilan ham bemalol ishingiz bo'ladi. Bu men o'zimning usulim. Buni har doim tayyorlab kelaman. Juda ham shirin, yoqimli ta'm bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Hammaning uyida shunaqa nonlar, qolgan nonlar bo'ladi. Stoldan qolgan, dasturxondan qolgan nonlar. Shu holatda hammasini bir xil shaklda to'g'ralamiz. Tayyor bo'ldi. Hammamiz uni qarang. Ko'rsatkalar yamiz. Mana pirava 2 qoshiq. Noningizni ko'p ozligiga qarab solasiz. Mana ko'p uchun oddiy pista yog'i, simichka yog'i. 3 qoshiq soldim bundan. Qarang. Maktabga ham olib ketsa bo'ladi. Ko'chadan sotolmay, ko'chaniki baribir yaxshi emas. Bu домашний, mana o'zimiz uyda tayyorlagan, mana qarang qanday chiroyli. Buni ta'mini ko'rsangiz o'zigacha mazali, shirin. O'ziga yoqib qoladi, tayyorlab ko'ring bundan. Paketga solib bersangiz maktabga mazza qilib yeydi. Chiroyli chiqdi. Bu dasturxondan qolgan ushoq nonlardan tayyorladik. Juda ham ta'mi o'zgacha yaxshi. Ham tabiiy. Bozordagi qaraganga, magazindan olmaysiz, o'zingiz tayyorlab ushoq nonlardan bolalaringizga maktabga tayyorlab berasiz. Suyuq ovqatlar bilan ham o'zimizdan iste'mol bemalol o'zimizdan yesak bo'ladi suyuq ovqatlar bilan. Dasturxonimizga qo'yamiz. Qarang, buni men nabiralarim juda ham yaxshi ko'radi, xohlaydi. Men magazindan olishga qo'ymayman, o'zim tayyorlab beraman. Tabiiy, chunki bu ketayotgan mahsulotlar ko'rdiz, hammasi tabiiy, toza. Mana qolgan ushoq nonlar isiriq qilmaymiz.